Amerika Avam Palatasының raisi Nancy Pelosi xanım Xitayning ko'p qitimliq tahditlariga qaramay 8 ayning 2 kuni Tayvanga tushgan va o'zining kun tartibidagi bu muhim ziyoratini boshlagan. Nancy Pelosining bu qitim Tayvanni ziyorat qilishi 25 yildan buyon Amerikaning eng yuqori darajalik rahbarlarining Tayvanni ziyorat qilish bo'lib hisoblandi ekan. Nancy Pelosi xanım Tayvanga yetib borgandan keyin muhim bayonot e'lon qilib, Amerikaning Tayvandagi demokratiya va erkinlikni qo'g'daydiganligini, mustabid kuchlarning tahdidi va zulmiga uchrayotgan xalqlarga yor yo'lak bo'ldiganligini bildirgan. Today our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan, and we are proud of our enduring friendship. The story of Taiwan is an inspiration to all freedom-loving people in the United States and around the world. Out of a crucible of challenge, you have forged a flourishing democracy, one of the freest in the world, proudly to be led by a woman president. That's an applause line. O Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen qatarlıq dövlət ərbabları bilan görüşkəndən başqa yana Tayvandakı hər sahə zatlары, kişilik hüquq qoğduqçuları və fəaliyyətçilər bilan görüşkən. Şu qatarda Tayvan parlamenti kişilik hüquq komitetining baş katibi 1989 yildagi Tiananmen o'quvchilar harakatining yetakchilaridan biri bo'lgan O'rkash davlat bilan ko'rishib, har qanday yerda, har qanday so'rinda Uyg'urlarning yendi turdiganligini ta'kidlagan. Nancy Pelosi xanım 8 ayning 3 kuni yo'llagan tweetida Tayvandagi demokratik zatlar bilan ko'rishganligi haqida uchur berib, mundaq degan: Bugun vakillar o'mikimiz Tayvandagi sobiq siyosiy jinoyatchilar bilan birlikda Nati kishilik huquq muzeyini ziyorat qildi. Ondan biz ommaviy tashkilot rahbarlarining kishilik huquq dokladlarini angladik va ularning jasoratidan ilhom oldik. Nancy Pelosi xanım Tayvanni ziyorat qilishdan bir necha kun burun O'rkash davlat o'zining Twitter hisobida mundaq deb yozgan: Shundaq jazmlashtirishga bo'ladiki, Amerika hukumati kommunist Xitoycha 10 yil mujmal siyosat yurgizib kelgan edi. Nancy Pelosining Tayvan ziyorati buningga xatima berdi. Ya'ni shundaq deyishga bo'ladiki, Amerikaning Xitoy siyosatining o'zgarishi bilan dunyoda yep-yangi vaziyat borliqqa keladi.